Bo'ldi, ashka bizga sotaman, ama eshittiring. Martlarcha so'raysiz, sotaman, ama 46,5 dan kam yo'q. Umuman iloji yo'q edi, 1 million so'm o'tib berishdan oshig'ini. Ana gaplaringizni tushunib turib, boshqatdan martlarcha so'raysiz, ama 46 ga ham sotalmasdim. Martlarcha so'raysiz, sizga sotaman. Qanchaga sota? Martlarcha so'rayman, ama unaqa xabarlamasman mana. 44 berdim. Tushib ketdi. Bo'ladimi? Endi martlik qilayman. Sizga martlik qilaman, hech kimga qilmayman. Yo'l kira ham bermaysiz, arg'amchi ham bermaysiz, hech balo bermaysiz. 47,5 ham yo'q, 46,5 ham yo'q, 46 ham yo'q. Bor 45,5 million ham kerak emas. 45 million so'mga olib bortirib beraman. Siz uchun xolos boshqa hech kimga sotmayman. Ko'nglingiz to'lib duo qilaman deb o'zingiz sotaman. Ammo undan agamdan zazanda qaz. Bor bo'ladi. 45 million so'mga chiqamiz baraka. Qo'lingizdan keling. 7,5 million so'm qo'ying. Olim yemasa, ichmasa, tepsa, ussa, o'zini o'zi yemab qo'ysa, yo'talib tushirib moldan nuqson chiqsa 15 kun ichida meniki. Bu videoga olib tarixda gapirayotgan gapimiz. Ustini 20 taga chiqarib tushirish ham, 40 taga chiqarish ham o't yemizga bog'liq. Xursandchilikdan ko'nglingiz to'lib, mana shu yerdan oldingizmi? Oxiringiz molga to'lib sig'may qolsin, boring baraka toping. Hoshta bitta duo qilib bering. Duo qiling hoshta. Saharlik tinchlik bo'lsin. Alloh hammamizni bola chaqamizga boshqitsin. Mana shu qilayotgan kasb hunarlaringga Alloh barakasini bersin. Uzoq yillar mana shu mollarni bizni ham sizga o'xshab yurib. Allohu akbar. Keling qo'lingizdan keling 100 sigirda ham qadami qutlug' borib 100 sigir 9,5 millionga sizga sotdi. Ya martlikka oladi. Yo, undan keyin to'ting. Aka. Alloh barakasini bersin. Sen barakali pullar to'ma. Hoja akaga men qiziqtirdim. Ma'qul kelsa ziyon qilmasiz, 12 ga bering. 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 Masini gapini. Aka bering, 6 yo'ldan keldik. Bitta gap gapiraymi? Voy, 6 yo'ldan keldik. Bering. 12 million 400 ming so'm pul olar ekan. Yo, 12,5 million bo'lar ekan. 1000 dollarga sizga sotdim, 1 kunlik bozayni puliga sotdim, tantilikka olasiz. Xolasiz 12,5 million so'm berasiz. Xolasiz 1000 dollar pul berasiz. Ko'nglingiz to'ldi, qo'ying. Rasizki xonajimiz. Mana shunaqasidan. 1000 dollarga baraka topib. 1000 dollarga bor. Hoji buvaga xolos bu. Ya bo'laveradi aka o'sha. Ordan bochaga uyda olib ko'radi. Endi akirmasam bo'lmaydi endi. Bo'ldi, hoji aka hech kash mol yoqmadi menga. Menga sotganiga barakasini bersin. Tantilikka gapirayman. 14 million man geçib sog'dik. 2 kun. Men yana o'ratish kerak-da. Buni aka 8 litrga tushirib qo'ysangiz ham o't ham bermasiz, shunaqa sut beradi. 15 litrga chiqarsangiz ham o't ham bersangiz shunaqa bo'ladi. Molda aytgan narsalarimizda nuqsoni bo'lsa 23 million pulingizdan qaytarib beraman. Favquloddaga unaqa nuqson bo'lmasa boshqani qiladigan bo'lsa, oxirizda mana molda aka oxiringiz molga to'lsin. Alqashdan yuzlab sigirlar sotib, qadami qutlug' bo'lsin, boring baraka toping. 23 million bo'ldi. 23 million dastlabkasida bo'zga ketdi. Mana molimiz местный mol, mahallani moli Mahallamiz moli. sotildi. 23 million so'mga baraka topib. Olganga sotganga barakasini bersin. Milliondan pastda iloji yo'q edi. Bo'ldi, mana shu Hojdada bilan siz kelganmisiz? Ammo gap boshqasiga sotma, 80 ga sotgan ham o'g'il bola 79 millionga oldingizmi? 79 emas. 78. Sotdan bor baraka. Bo'ldi, sotdim mana. Duo qo'ysalarmi, ashunda odamlar Chivitasi katta shvet sigir emas. Bunlar original holatdagi shvet. Ham o'ta yirigi xudo xolisi. Shunisi bilan otamda duo qilasiz. qizili baraka topib bo'ldi. 78. Ular mahmajolmasiz, siz uzatdim molda. Yo, sizga kelib yurishingizga ham nasib qilsa. Allah'ın tasbihlerinin Allah'ın bereketini versin. Korkmalarının dolayı yaşlıları koylarını versin. Amin. Sertemenler, şu köprüde kumanajı hırmanları kılında buyuruyorum. Allahu ekber. Polisman gelin, aka videoyini. Olamaz buna. Aka polisman gelin, odamlarni ses chiqarmayapti bunda. Bu mollarim aka sizga ikkita molimni 78 million so'mga berdim. Bu molim yemasa, ichmasa, tepsa, ussa, o'zini o'zi yemab qo'ysa, yo'talib tushirsa mol 15 kun ichida meniki. Sutini 25 ta bittasi, 20 ta bittasi sut beryapti. Ha. Lekin 15 taga tushirish ham, 50 taga chiqarish ham boqingizga bog'liq. Xursandchilikdan oldingizmi? Oxiringiz molga to'lib sig'may qolsin, moling baraka toping. Baraka topib. Teshkiga oshqo'rlarni chiqarib ketib qolmanglar. Bittasi bunisi. 78 millionga jupi baraka topib bo'ldi. Olganga sotganga barakasini bersin. Laklar bos kanalga obuna qo'yasizlar. O'sha hisobini keluvdik aka. Belaradi nasib. Yo aka unaqa gaman. To'g'ri tushunasiz aka.
Bo'ldi, yarim hammasi o'tib so'rading. Nechi so'radingiz? 30 yil degan. Ne 30 yillar to'lmi yaxshi, men ana yaxshi bo'pti bering endi. Mana bular keldingizda savdo Aytmaymiz. To'g'ri tushunasiz. Hali YouTube bilan odamlar bir-birini solishtiradi-da. Buna bitta molga 3,5 million qo'yib aytmaymiz. To'g'ri tushunasiz. Yo, siz endi 3,5 million kam so'rayapsiz, hozir so'rayapman ham. 36,5 deganman. Bu molni, hali tantili qiling deganda. Bo'ldi, undan ham 500 kam bering, dastlabkasini qilib olib bortirib beraman ham. Hammasi ichida. keling aka. Bo'ldi, aka oling. 33 million 500 ming bering bo'ldi. Aka qiynalaman jon aka. Yo, ama aka 31 millionga men ziyon qilaman. Puli ham bo'lmaydi. Yo, ama rostman aka, u puli ham bo'lmaydi uni. To'g'ri tushunyapman, uzr olmayu. Unchadan qo'yib aytolmaymiz. Hali anaqasi to'g'ri tushunyapman aka. Ataylar endi uzoqdan ko'rib Yo, rahmat shunchalik aka, keling, kelganingizda ham osh qilib beraman. Gap bo'lishi mumkin. Xonadonimga kelgan odamga unisi yeyapsiz, ama 31 millionga ziyon qilaman aka, to'g'ri tushuning. Maqla 500 ming qo'shayman aka. Yo, 500 ga sotib bering, siz gapirtiradigan bo'la emasman. Jon aka. To'g'ri tushuning aka. Aka, Sigiramiz so'da. bo'ldi, yo'q, hop gapasiz. Ucharimdan ham men buni 33 millionga sotdim, tushdim, bo'ldi gap so'zi 1,5 million. Mana nechi pul deyapsiz aka? Naqdmi, mardlikka gap gapirdingiz, gapirdim. Men ham gapirdim. Baraka sotdim. Bo'ldi gap so'zi. Nechi pul? 32 million 500. 2 million 500 ming so'mga baraka topdik. Mashina olamiz. Uyingiz o'tganiga barakasini bersin.